Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Bugun biz 17-iyul 1-smena majburiy matematika tushgan test tahlilini qilib o'tamiz. Jami savollar soni 14 ta. Barchasi realniy tushgan savollar. Birinchi savol. Qanday prizmada 8 ta yoq bor? Bilamiz. Masalan, to'rtburchakli prizma. Mana bu devorlari, uni yoqlari bo'ladi. Buni 4 ta devor, bitta ustki va bitta pasti bo'lsa 6 ta bo'ladimi? Demak, bizga aytyapti, mana shunday 8 ta yog'i bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. 6 ta 1 2 3 mana shu 6 burchakli prizmani 8 ta yog'i bo'ladi. Qanday? Bu taraf jami taraf 6 ta bo'lsa, mana shu 6 ta taraf keyin usti va osti bilan 8 ta bo'ladi. O'zi biz fikrlab ham topib qo'ydik. Demak, bu 6 burchakli prizma. Agar buni bilmasangiz, mana bunday topishim mumkin. N yoqlari plus 2 teng 8, n teng 6. Mana shu usulda ham topish mumkin. Yoki men aytgandek fikrlab ham topishingiz mumkin. Keyingi savol. Soddalashtiring. Bilamiz, bo'linmada darajalari ayriladi. Bunda 6 3 ga bo'linadi. 2. A ning 4-chisidan A ni birinchisiga bo'l deyapti. Asos bir xil darajalarni ayiramiz va darajada 3 qoladi. A ning 3-chisi. B ning birinchisini B ning birinchisiga bo'lish kerak. Birdan birda ayirsak 0 yo'q bo'lib ketadi. C ham yo'q bo'lib ketadi. Demak, javob 2A ning kubi. To'g'ri javob A. Uchinchi savol. Korxonada 150 nafar xodim ishlaydi. Shundan 30 tasi ayol xodim. Ayol xodimlar umumiy xodimlarning necha foizini tashkil etadi deyapti. Mana shu 150 nafar xodim bor ekan. Shuni 30 tasi ayol ekan. Biz 30 taqsim 150 qilamiz. Va qaytaruv. Ya'ni bizga aytyapti, jami xodimlar necha foizini tashkil qilyapti degani uchun biz 100% deb olamiz. 30 bilan 150 ketib 1 taqsim 5. 100 bilan 1 taqsim 5 ham qisqaradi va bizda javob 20. To'g'ri javob C. Keyingi savol. 4-chi. It o'zidan 30 metr masofadagi tulkini quvlamoqda. Itning tezligi 4 metr taqsim sekund, tulkiniki esa 3 metr taqsim sekund. It necha sekundda tulkini quvib yetadi? Eng birinchi ikkalasining tezligini ayiraman bir-biridan. 4 dan 3 ni ayirsam 1. Bizda necha sekundda quvib yetadi deyapti. Ya'ni quvib yetish uchun vaqt ketyaptimi? Demak, biz vaqtni topishimiz kerak. Vaqt formulasi S taqsim V. Yo'l jam yo'l 30 metr va uning tezligi qo'shish tezligi mana shu 1 chiqdi. 1 ga bo'lsak 30. To'g'ri javobimiz D. Demak, it tulkini 30 sekundda quvib yetar ekan. 5-chi savolimiz. Quyidagi tenglamani yeching. Mana bu yerda taqsim va teng qolib ketgan. Qora ko'ringanda. Bunaqachani biz odatda mana bunday proporsiya qilamiz. Qaram qarshisiga ko'paytiramiz. 3 qavsni ichida yozib olamiz. Sababi manfiy ifoda bor. X plus 1. 3x minus 1 teng x plus 1 ga. X bu tarafga o'tsa 3x dan x ni ayirsam 2x. Minus 1 bu tarafga plus 1 o'tib 2 bo'ladi. X teng 1. Va biz
bu D javobga to'g'ri kelyapti. Mana shu sonini 9 ga bo'lganda qoldiqni toping. 9 ga bo'linish qoidasi. Ya'ni barcha raqamlarni qo'shib chiqamiz. O'tgan safar ham 14-iyulda xuddi shunaqa savol kelgandi, faqat mana bu yerda bittagina soni yo'q edi xolos. Demak, mana shu raqamlarni qo'shaman. 4 qo'shaman 7 qo'shaman 3 qo'shaman 7 qo'shaman 2. Bularning yig'indisi bizda 23 ga to'g'ri keladi. 23 ni biz 9 kere 2 plus 5 deb olsak bo'ladi. Nega aynan 9 kere 2 deyish mumkin? Sababi 9 ga bo'lgandagi degan uchun 9 ga bo'lish. 3 ga ko'paytirsam 27, 23 dan katta son bo'lyapti. Va mana bu qo'shganimiz bizda qoliq bo'ladi. Va bu qoliqimiz 5 ga teng ekan. Keyingi savol: necha burchakli prizmaning 10 ta yoqi bor? Birinchi savolga qarasak, qanday prizmada deyapti. Bu yerda ham necha burchakli deyapti. Buni ham shunday fikrlab topsak ham bo'ladi, ham ishlasak bo'ladi. Fikrlasak, mana bunday 8 ta tomon bo'lsa, mana 8 ta 1 2 3 4 5 6 7 8. Mana shunday 8 ta tomon bor. Har birida yo'q bor, ya'ni devor. O'shalar 8 ta, osti bitta, usti bitta. Jami 10 ta. Demak, bu 8 burchakli prizma ekan. Shunchaki tasavvur kerak xolos. Agar bo'lmasa, mana bu formulaga qo'yamiz. n plus 2 teng 10. n teng 8. Ikkalasi bir xil. 8. Birinchi savol. Korxonada jami 75 ta xodim ishlaydi. Shundan 30 tasi ayollar bo'lsa, u qancha foizni tashkil qiladi? Xuddi boyagi savol. Unda 102 ta ishchini 30 tasi ayol kishi edi. Buni ham shunday qilamiz. 30 taqsim 75 ko'paytiramiz 100. Sababi bunda ham jami ishchini foizini so'rayapti. Va bu bizga 40% ga to'g'ri keladi. To'g'ri javob A. 9-savol. Hisoblang. Bir qarashda bizga bu qo'rqinchli tuyuladi. Mana shu yerda e'tibor bersak, 1 dan 200 gacha bo'lgan raqamlar ishtirok etgan. Hech qaysi raqam qolib ketmagan. Demak, bizda jami 200 ta raqam bor. Jami 200 ta. Hammasini ayirganimda bu yerda -1 -1 -1 chiqadi. Mana -1 -1 E'tibor berdik. Ikkita sonning ayirmasi bitta son tashkil qilyapti. Demak, 200 ni men 2 ga bo'laman. Sabab ikkita sonning ayirmasi bitta bo'lib ketgani uchun. 200 ni 2 ga bo'lsam 100. Demak, bu yerda 100 ta son qolyaptimi? O'sha 100 ni -1 ga ko'paytiraman. Ya'ni ikkita sonning ayirmasi -1 bo'lyapti-ku. Va javobimiz shunda -100 hosil bo'ladi. To'g'ri javobimiz C. 10. Agar 3-burchak 180 ga emas, balki 60 gradusga teng bo'lsa, 5, 6, 8 burchaklarning yig'indisini toping. Buni chizmasi bor edi. Chizmasini tushuntirsa bo'ladi. Bizda aytilganda 3-burchak bilan 5-burchak yig'indisi 180 deb. Aytyapti, 3-burchagimiz 60 gradusga teng bo'lsa deyapti. Demak, shu orqali 5-burchakni topsam bo'ladi. 180 dan mana 3-burchakni ayirsam.
Uchinchi burchak bizda 60 keldi. Demak, bizda 5-chi burchakimiz 130 ga teng bo'lyapti. Ana endi bu yerdan aytyapti, 8-chi va 5-chi burchak bizda tengligi ma'lum. Shartimizda bor. Va mana shuni teng. 6-chi burchakni topishim uchun 180 dan men 5-chi burchakni erishim kerak. Va bizda 5-chi burchagimiz 120 ga teng. Biz topib oldik 5-chi, 6-chi, 8-chini. Va bizdan o'shalarning yig'indisini so'ragan. Bizda 5-chi burchak 120, 6-chi burchak 60 va 8-chi burchak ham 120 bo'ldi. Ko'rgandik, 5-chi va 8-chi tengligi uchun 120 bo'ldi. Bularni jamsini qo'shsam, javob 300 bo'lyapti. Va bu bizda B javobga to'g'ri keladi. 11. Bo'linma. Eng oson usul, ya'ni eng oson misolda bu. Bo'linmadan ko'paytmaga o'tganda, mana bu kasrimiz maxraji va surati almashadi. 3 ni 15 ga bo'lsam 5, 42 ni 2 ga bo'lsam 6. Bu yerda menimcha javoblari yo'q. Mana shu chiqadi. 12. Bu yerda ham mana bu yerda bilan kasr chizib qoldik. Buni ham proporsiya ko'paytiramiz. Buni bunga, buni bunga. Birdan ko'paytirsak. 4x minus 1 teng x plus 2 ga. X bu tarafga ayrı bo'lib o'tsa 3x. 1 bu yoqqa qo'shib bo'lib o'tsa 3. Va x'imiz bu yerda 1 ga tengligi ma'lum bo'ladi. Bu bizda A javobga to'g'ri kelyapti. Rasmda tasvirlangan shu asosida x ni toping. To'g'ri to'rtburchak perimetri topish formulasi P teng 2a plus B. Bizda A x plus 3, B'miz 2x minus 1. Hozir buni qo'shib olsak, x plus 3 qo'shaman 2x minus 1. 2x ga x ni qo'shsam 3x bo'lyapti. 3 dan 1 dersam 2. Mana shuni ko'paytirib 2 ga deyapti bizga. Ko'paytirsam 6x plus 4. Mana shu teng ekan 28 ga. 4 ayrı bo'lib o'tsa 24 bo'ladi. 24 ni 6 ga bo'lsam 4. Buni varianti keltirilmagan. To'g'ri javobimiz 4 bo'ladi. Dalada shuncha gektar maydonli yarmiga kartoshka, 4 dan 1 qismiga piyoz ekilgan. Kartoshka va piyoz ekilgan maydonlarning umumiy yuzi nechaga teng? Ozgina uzun misol bo'ladi, lekin ishlasa bo'ladi. Savollar oson tushibdi, lekin kichkinalar oson tushyapti. Bizga aytyapti, kelinglaring birinchi nima qilamiz?
bizga metr kvadratda foydalanyapti. Biz gektarni metr kvadratga o'tkazib olamiz. Ya'ni 0,4 ni ko'paytiraman 10 mingga. 10 ming metrga. Buni ko'paytirsam 4000 metr kvadrat bo'ladi. Ana endi shuni 2 ga bo'laman. Nimaga 2 ga deyishingiz mumkin. Sabab bizga yarmiga deyapti. Teng yarim bu. 4000 ni yarmi, ya'ni 2 ga bo'lsak chiqadimi? U bizda kartoshka chiqadi. Mana bu yerdan kartoshka deb qo'yaman. Kartoshkamiz 2000 ekan. Ana endi piyozni topamiz. Piyoz 4 dan 1 qismiga deyapti. Demak, piyozni topishim uchun men 4 ga bo'laman. 4 ga bo'lsam 10 ming. 1000. Piyoz. 1000. Bizdan ikkalasini yig'imiz deyapti. Ikkalasini qo'shsam, albatta 3000 bo'ladi. Va bu bizda C javobga to'g'ri kelyapti. Mana shunday. Tushgan savollar tahlilini tez, qulay, oson usulda o'rganishni xohlasangiz, Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Bu yerda har kuni tahlil qilamiz. Keyin mana shu testni ruscha holatini ham tashlayman. Sababi rus tilida topshiradiganlar ham bor. Xudo xohlasa hamma talaba bo'ladi. Hammaga omad imtihonlarda yuzlari yorug' bo'lib, o'qishlariga grant asosida kirsin.